Yani ehtiyotini qilib ishlamasak, u ishda oson emas. Mana shu sohani yoqtirganmiz, ishlagan mana shu sohada. 150 litrli turbani, chugunli turbani nadujnoyga tayyorgarlik ko'rinyapti hozir. O'sha qishki alamon qishda sovuqda ishlangan, ustalik zazichkani podavleni almashtirganmiz. O'shanisi bo'lgan. Pechkani yoqiladi. Mashinamizda pechka o'rnatilgan, pechkani yoqib, sinib ishlanadi. Bu ishga kirganimga 15 yil bo'ldi. Shuni orqasidan mana to'ylar qilib, o'g'il qizlarni uylantirib uzatib. Oramizda qahramonlar juda ham ko'p. Bir soha vakillari borki, ularning ishi juda ham mashaqqatli, xavfli desak ham adashmagan bo'lamiz. Ular hatto sovuq kunlarda 5-10 metrlab chuqurlikka tushib, suv turbalarini yamashadi va odamlarga ular mana shu yo'l bilan foydalari tegadi. Bugun biz suv ta'minotida ishlayotgan chilangar Asqar aka haqida ajoyib ko'rsatuv tayyorladik. Kasbi sir-sanoatlari mana ko'rib turibsiz o'zingizdan. Avariya ekskavator bilan ishlanadi. Har xil jarayon bo'ladi. Ozgina mashaqqati bor. Atkor solib ishlanadi, bu yerda agrojeniya znaklar qo'yildi. O'shani ehtiyotini qilib ishlamasak, u ishda oson emas. Bu ishga kirib kelganingizga qancha bo'ldi? Bu ishga kirganimga 15 yil bo'ldi. Shuni orqasidan mana to'ylar qilib, o'g'il qizlarni uylantirib uzatib, o'sha qishki alamon qishda sovuqda ishlangan, ustalik zazichkani podavleni almashtirganmiz. O'shanisi bo'lgan. O'sha ozgina qiyin kechgan. O'rnatib olganmiz, esalomon. O'sha ish bo'lgan. Necha kunlab ketadi? Bir vaqt. Ya kun emas, 3-4 soatda bitiramiz. O'zingiz necha metrlab pastlikka tushasizlar? Misol uchun. 3-4 metr zo'mini. 5 metrli bo'ladi. Atkor solib ishlanadi. Sohada qiziq holatlar ham bo'lgan. O'zingizga qiziqi bor bu ish. Endi qiziq holatlari ozgina og'ir mehnat. O'sha qiziq ehtiyotini qilib ishlanadi. Kabel pardalar chiqadi, o'sha joyini atkor solib sekin ishlanadi. Bitta avariyaga borsanglar necha kishi ishlaysizlar? 4 kishi, 5 kishi bo'lamiz. Mana shu sohani yoqtirganmiz, ishlangan mana shu sohada. Qanaqa jarayon ketyapti? Hozir turbani avval nosozlikni bartaraf qilish uchun hozir sharoit yaratilyapti. Hozir 150 litrli turbani, chugunli turbani nadujnoyga tayyorgarlik ko'rinyapti hozir. Hozir bir yoq tomonni ochib bo'ldi, endi nariyonni ochib olsa, unda xolisi ishni boshlaymiz. Qanchada bitib qoladi? 1-2 soatligi boradi kamida. Suv atkachga qo'yiladi, traktor qo'yildi, suvni tortib turib ishlanadi. Avariya bartaraf qilamiz. Bir muammoni hal qilganinglardan keyin odamlardan nima eshitasizlar? Rahmat eshitamiz, duolar qilishadi. Xursand bo'lish. Suvni berib boramiz. Rahmat eshitadi. Uyingizga bormagan kuningiz ham bo'lganmi shu kasbga? Sal kechki borganman, 2 soat kechki borganman. Yo'q, bormay qolgan kunlar bo'lmagan. Kechki qolgan kunlar bo'lgan. Avariyani bartaraf qilib keyin ketilgan. Sir bo'lmasa, oyligingiz qancha? 5-6 million. Pechkani yoqiladi. Mashinamizda pechka o'rnatilgan, pechkani yoqib, sinib ishlanadi. Avariyani bartaraf qilamiz, sim olamiz, kiyim almashtirib. Mana ishlar oka. 2 o'g'il, 1 qizim bor. 4 ta navaram bor. 3 ta o'g'il navara, bitta qiz navaram bor. Shu doda bola o'rimiz kichkina bo'ldi. Asqar akaning jasurligi meni lol qoldirdi. Yosh hamkasblari bilan tengma-teng ishlayapti. Xavfli joylari bo'lsa ham qo'rqmay tushib bartaraf etmoqdalar. Qahramonimiz odamlar xizmatidan charchamasin, elni duosini olib yuraversinlar. Mushtun uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozodbek Sharobiddinov tayyorladi.